Canlandırış yemçigi. Şafuning beliqlayligi bek chiqqan. Nima degan chiroyli. Ha, buni dadam bana Allah'tan buyurtup yastık bergen çıraylıkmikan. Bizning uyda faqat 2 talla bor. Bizning uydimi shu. Sizlarning uyda shunchalik posli bo'ldi. Bizdek yuqori tabiqatdagi oilada bunday jiq bo'lmasa bo'lmaydi. Uqdinglarmi? Ha, to'g'ri. Men hammanglarga birdan chiroyli beliq laylak tayyorlab qo'ydim. Sizlarga beray, ha? Bizga lozim emas. Shundaqmi xubodak? Sen mening haqiqiy yaxshi do'stim kelsan. Jiq beliq laglaklarim bo'lishini bakma orzu qilatdi. Ha, bo'ldi. Sana birini beray. Daşon sen ammamsan? Albatta ammayman. Shundaqmi? O ikki tallaklarning hammasini xubodakka berib aytay. Rasman sen rostida mening yaxshi do'stim kelsan, bak yaxshi bo'ldi. Cho'ng bo'lsa yaxshi laylak bo'lmaydi. Egiz obdan ussa ondan yaxshi laylak bo'ladi. Mushuni bilmagan. Do'tla. Shundaqmi? Sening ko'nglingni tushunaman. Sen nerede düşünürsen? Sen fakat tren hiçnil birisən. Mening gepimni anlapmı qoymaysan? Anladım o. Pul xərcləməyimi laylakni egiz uçurğılı boladı. Sırt şamal çıxmaz qandaq qılıman. Senin amalın barmı? Amalın barmı? Əlbəttə var. Canlandırış yemçigi. Bu nima? Hazırlı bilirsən. Laylakni obdan tut da. Qara. Endi bo'ldi. Ula uçuvatıdı, ha? Qara. Yaxshimikan, har qanday yerni izlabmi shamol chiqmas mushtidiga laylakni topolmaysan. To'g'ri, Jinshonni chaqirib kelay, uni ko'rsin. Nima degan qaltis? Rostini beliq laylakkan. Yana mushundaq uchib tursa chiroyli bo'ladi ekan. Şavfu aning qarg'ina. O shamol chiqmasimi? Uning laylakka ajablab bizab aytibdi. Rostini tirik beliqqa o'xshaydi ekan. Bek chiroyli ekan dashim. Chunki ular bu canlandırış yemchigini yegashga lapildab uchivatadi. Canlandırış yemchigi? Ularga buni yegisini lapildab uchidi. Aslida ularda mundaq nasib ekanda. Ha, mening u narsani og'im kelyotdi. Ha, to'g'ri. Men bir opta amal topdim. Choshqon. Qara, endi qaldi. Yaxshi bo'ldi, mayli. Osh ishkisini qilgan ishkanda. Şovdingdang ruhliq bo'lg'in. Şovdingdang canlandırış yemchigini şovfu ishkisi ib qo'shdi. Chataq bo'pti. Tez ularni tutayli bo'lmiz, cho'ng chataq chiqdi. Nimishqa? Bu pixsiq. Mana oran 4 tal canlandırış yemchigi berdi. Bo'ptila, menda oran 4 tal beliq laylab tursa, mushi yetidi. Ha, bu jiqkan hamonlarga yetidi. Jiqroq yeb, texmi, yaxshilab bildinglar, ha? Yangla. Ha, yaxshi. Ana ayt yaxshi. O'ydim. Chataq bo'ldi, ular uchib ketdi. Beliq laylak o yemchikda ishki taldinji xiysa yemchik aks ta'sir berib o'zligidan harakat qiladi. Shodindan, buni hammasiga sen sababchi. Sening sababingda uyimdagi beliq laylaklarning hammasi uchib ketdi. Chataq bo'ldi, kechikib qopdi. Tez ularni tutib kel. Bu ishdan laylak 100 ming yanga yaraydi, buni bilamsan? 100 ming yen? Yana texim shundoq davotamsan, uni o'zing aytgan, biz senga bermaganjimi? Shodindan o'tinib qalay, bo'lmasa opam meni tillaydi. Bo'ladi, biz tezdan ularning kayinida qovlayli. Ular aviyadi ekan. Ular bek tez uchir ekan. Tez qovlayli. Ular bulutning orqasiga kirib oldi. Qandoq qilamiz? Endi biz bulutning ustida shiltadigan kemini shiltayli. Ularni qamoq bilan tutayli. U qamoqqa ilindi. Aski. Kechirgin, men xatolashibdiman. Shodindan sen nimanda qamoqqa ata? Qamoqqa ilindi. Dashil sen o'xshashda qamoqqa kelsan-ku. Bu kimning ishidu? Shonni uchirib yetibdi-ku.
Keldingda meni qutquzib ol. Biz uçup yürgünü seni uzun buldu. Ula emdi tinişlendi. Ulanı şavfuq apırıp birayli bulamdı. Ha? Yapınken Allah! Biz ulanı tutup geldik. Bırak doğrunun küçü teki yok idi. Şunu senin hocurağında doğrunun küçü yoka güç durursun. Oh, Tanrım. Hocam kalayımkan bulup ketdi go. Dadam qaytib kelsa bu işni onaga qandaqlı düşündüremen. Hem de qandaq qılman. Ben tügeçtim. Ben tügeçtim. Vakit tonili. Cinşan. Valeti iş. O uyda yok mu ki ne? Ben yalğan sözleydiğen balaları bek öş. Ben rastını bilmeymen apa. Emsi bu siyah neyim bulup örülüp düştü. O öz yıkılıp düşmez. Öyde senden başka hiç kanak adam yoktursa, ha? Ben yalğan sözlemedim apa. Ben rastını bilmeymen. Yeni yalğan sözler vatsan go. Tez kaçırım sonra. Lekin ben yalğan gep kılmagan dursam. Cinşan herkes yalğan sözlemeydi. Buludu. Ben çokum amal kılıp bunun sebebini iniqlap Cinşan'ın günahsızlığını ispatlayman. Hazır bayıqı vaqtin 1 saat ilgiri kichaq. Siyamı tökülmepti. O siyanı zade kim tökkendi? Muşat o'ltirib saqlab turay. Ha, keldi. Mühim hüccetni unutib qaptiman emasmi? Nega qo'ygandiman? Ha, dal shu. Yaxshi bo'ldi. Ha, aslida Cinşan'ın dadısı örüp ettikende. Nemiş qarasçılık bilen kaçırım sormaysan. Rastını ben kımmadım apa. Ama onu Cinşan kımmadı. Taşı? Cinşan, dadağınızga telefon berip sorap beqina. Dadamga telefon qilamdi. Voy, ha, Chinshamu. Ha, shundaq men boya uyga borgan. Ha, to'g'ri. Dada, siyani siz tikib etdingizmi? Ha, siya? Ha, to'g'ri, men bir narsa tikib ketgandek qilgan. Asl siyani rastını dadam tikib tikende. Chunki o chaqda men bek aldirash edim. Kechiringlar. Taşım, rahmet sizge. Lekin siz qandaq bildiniz? Men taraz qilib topdim. Xuddi Volmizga o'xshash. İşlamanim o'shundaq. Taşım, haqiqatan mayır razvedchikkan. Toshung, ajab yomonkansan, zodi qandoq o'ylab topding? Belki o işlerini körüp kalgansan. Fakat adamdan şeyiniz gelmeydi. Men buningga sehr ishlatmadim yoki udul kelib qolganlikmi emas. Sizlar ishonmasanglar hech qisi yo'q. Ish qilib keyin qandoq ish bo'lsa meni izdanglar. Hech qisi yo'q. Mening lug'atimda qig'il bo'lmaydi deydigan gap yo'q. Mayli qandoq ish bo'lsin, men cho'qim sizlarga hal qilib beraman. Neymiş bu gandu? Taşın vakit tonalını kalaymakan işlesen bulmaydı. Pek yaxshi bo'ldi. Bunu işlesen bulmaydı. Nima ish ishlatmayman? Men uni yaxshi ish qilishga ishiltiman. Bumi bo'lmamda? Yaxshi iş qilsang bulmaydı demedim. Biroq sen vakit tonalı bilen bu oyunu oynaversen keyin çokum çoğun çatak çıkıdı. Ha, çataq chiqdi demsan? Nima ishqa? Ha, men bildim. Sen meni qo'rqityapsan. Hargiz undaq ish bo'lmaydi. Men rastavatımen Taşın. Bo'ldi qil. Toshung! Bu bo'dak. Toshung, bir mashina odam so'qib o'tib qochib ketdi. Odam so'qib o'tib qochib ketdi. Ha, dadamni mashina so'qib o'tdi, u hozir doktorxonada. Men o'sha shopirdan bek nafratlanyapman. Toshung, sendan o'tinib qolay, u mashina degan odamni menga teppaga o'tinib qolay, Toshung. Uni kechirishga bo'lmaydi. Toshung. Sen nima Toshung, qilyapsan? rahmat sana, sen mening yaxshi do'stimkansan, rahmat. Bildim, tez qo'yvat, tez. Kechirgin, Toshung. Bo'ladi, menga topshirgan. Men hozirli berib tekshiray. Sana topshirdim emisa. Unda qilsam bulmaydı Taşın. Shavdingdong, nima ish qilmanga yordam qilsa bo'lmag'idak, ha, degina. Yo'q, men undaq demedim. So'z bilib qilma. Ha, mush yerda tursam vaqa yuzlagan naq maydonni aniq ko'ra olishim mumkin. Ha, keldi. Xubodakning dadisi ekan. Old tarafdan bir mashina keldi. Ha, u so'qib yetib qochibdi. Men mashina nomerini aniq totib oldim. Endi buni isbot qilsak bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi mashinaning egizini topsaqlar uning kimligini bilalaymiz. Biroq shunda qilsam bo'ladimi? Buni rasmga tortib olish oson ish.
Men hodisa yuz berishdan ilgari naq maydonga bora olgan bo'lsam, u ishning yuz berishini to'sila olaydim. Undaq bo'lganda bo'dakning uydagilarga azoblanmaydi. Sen özenge özün nimelan dep yürüysen. Ha, to'g'ri, men shunday qilsam to'g'ri bo'ladi ekan. Daşon, acaba sen... sen... Vaqa yuz berishdan ilgari harakatlanishim kerak. Bu bo'dakning dadasi keldi. U tex o'zining taqdirini bilmaydi. Sal turib tez suratli mashina u tarafdan keladi. Undaq bo'lganda bo'lmaydi. Buyoq kelmang. Bek yaxshi bo'ldi. Men vaqaning yuz berishini to'sib qola oldim. Nima? Men biletdim. O'ylig'inim to'g'ri ekan. Men seni vaqt tonelini ishlatma degan. Endi sen tugashding. Biroq bu bo'dakning dadasi mashina bilan qutulib qoldi-ku. Vaqt toneli bilan o'tib ketgan ishlarni o'zgartirishga bo'lmaydi. Agar shunday qilsang, yana bir ish yuz berib, u o'tmishni o'zgartirib etadi. Masalan, bu bo'dakning dadasining o'rnida vaqaga sen uchraysan, Dasho. Nemish undaq bo'ladi? Sen yana meni aldayapsan, shundaqmi? Men bu gaplaringga hargiz ishonmayman, bo'ldi qil. Bu bo'dak. Bu senga bu bo'dak, Dadamning sen bilan hech qanday o'chada o'tib bo'lmasa, nimishqa uni ishtirib chiqib o'tsan? Dadam menga kelgan o'yinchiqlarning hammasi buzilib ketibdi. To'xtab tur, bo'dak. Mushundaq bo'lg'achqa dadam mashina vaqasidan qutulib qoldi, bilamsan, Nadik toyni gaplar bilan meni oldirmoqchimisan? Ko'ta undaq gapingni adini berib qo'yay. Nimishqa mushundaq nas bosgan ishga yordam qilgandiman. Endi vaqt bilan hargiz o'yin o'ynamayman. Tazimazir. Pek yaxshi bo'ldi, endi tushundim. Tayfun bo'rini paydo qilish uskunasi. Nimishqa bundoq qilasan? Bek oshirib etdim. Kechirganman, qasam qilmadim. U sabab bo'lolmaydi. Sendek paskina odamlar bo'g'ashqa davlatimiz bag'azdir mehnat qilib ketib bordi. Buni bilamsa, u mehnat. Uxtum. Endi qanday qilsam bo'ladi? Sen avval tizlanib turib bu yo'ldan apo so'rashing kerak. Tizlan. Chapdan tizlan. Yo'l apanda meni kechiring. Endi bu yo'lni pokis supur. Supurib bo'ldim. Endi men bilan mang. Mana. Nimishqa uyingga kelib sening hujrangni tozalab beraman. Chunki bu degan davlat ziminining bir qismi. Tozalab bo'ldim. Japa chekdim. Apa, hujramni tozalab bo'ldim, ko'rpaqa. Yana yolg'on so'zlayapsan. Burun qancha tilasam o'zadil tozlamayding. Oy, ajab pakizib ketibdi-ku. Qara, qilaman desanlar cho'qim qila olaysan. Shundoq. Nima deyapsan? Bo'dakni kechirishga hargiz bo'lmaydi. Seg'izni yo'lga tushirganim xato, biroq u buni bahona qilib meni bo'zaq qilsa bo'lmaydi-da. Uning qilmishi bek pastkashlik. Uning adini berib qo'ysak bo'ldi. Qanday adini bermiz? Bo'ldi. Mayli. Tayfun bo'rini paydo qilish uskunasi. Bu mashina havoda besim paydo qilib tayfun bo'rini chiqardi. Tayfun bo'rini bilan uni adablaydi ekanmiz-da. Kuni basimiz. Bu taksidan chiqqan issiqlikdan havoda besim paydo bo'ladi. Atmada xatarlik. Bu shamolning surati sekundiga 20 kilometr. Endi Xobodakning uyiga baqin. Tayfun bo'rini radar istilkisining buyrug'i bo'yicha mangadi. Biz bu yerda radarga qarab turamiz. O'ngga burilib, Xobodakning uyiga baqin. Kim o? Koridorda varanchiroq bo'lib ketdi-ku. Bu 7 efendimden çekti. Ben endi xatni qandoq to'shayman? Pochtakesh efendim, kechiring.
Senin planın amelga işipti. To'xtag'ina, g'alati bir ovoz anglanmayotdi u. Qara. Oy! Hozir men Tayfun bo'rini to'g'irlab aniq ma'lumot beraman. Hozir Tayfun bo'rini chiqish oldida turyapti. U Xubodakning uyiga berib shiyada chiqdi. Tigidi. Chaqchaq qilma. To'xta, to'xta deyman. To'xta. Sen uyga borsang bo'lmaydi. To'xta. Bu bodakning oldi nima degan qiziqarli. Tayfun bo'rining kuchiga hech narsa tankilanmaydi. Voycan! Chapsan uyga berib eshik derizlarni taqib olay. Bo'lmasa chatoq chiqmasin. Oy! Voy can og'rib ketdi. Uyingga berishga hargizmi fursat bermayman. Qandoq? Qandoq? Men sana hargiz o'stirib qo'ymayman. Kichikkina Tayfun qo'yinchig'i. Nimam qila olaydim? Uf, oxir qilib bo'ldim. Yaxshi, Xubodakning uyiga berib bo'ldi. Hamda hargiz kiranmaysan. Kiranmaysan. Asta, u ishni bakching taqiyapti. Boshqa kirish egzi bormidi? Boshqacha usulda kirma deb ham qiyal qilma. Noytim afsus, u tayyorlikni puxta qildi. Topdim. Jimib ketdi-ku. Meningcha u Tayfun qo'yinchig'i uyimga kirishni voz kechdi. Yangdim. U yer osti uyda kiritamasmi? Voy xudoyim-ay. Bayli texi uyini aytib tashlagan edim. Birdan bunda qalay qilibsan bu. Bu bola zodil gap anglamaydi. Men qilmadim. Ağzыңni shu. Uyda Tayfun bo'rini. Tayfun bo'rining vazifasi oxirlashdi. Asta, endi qandoq qilaman? Naydi muvaffaqiyat bo'ldi. Nimish bo'ldi? Chatoq bo'ldi, ko'niklarning hammasini aytib biroq Tayfun bo'rini hech to'xtamadi. Bu uskuni buzilgan o'xshaydi. Tayfun bo'rini hozir xohlagancha uchib qalaymaqancha chiqaryapti. Jinshang meni kechiring. Chatoq bo'ldi. Menda sayman yo'q, yasayolmayapman. Bu uskuni yasayolmayapman. U bag'anzir kuchayapti, bundoq ketaverib chatoq chiqdi. Shodingdan tez amal topar. Qanday qilaman? U yo'lnishni o'zgartiryapti. Bizning uyga kelib qolmasa, Chatoq bo'ldi. Tez qochaylik. Tashong, to'xta. Nima qilyapsan? Bu yerga kelsang bo'lmaydi. Tez to'xta. Filmi yaxshi uskuni buzilib, Tayfun bo'rini yo'q edi.